Yandexda ishlab yurganimda mana dostavka, posilka tashiyman, restoranlardan ovqat tashiyman. Mana shular tashib yurganimda juda ko'pchilik qiziqib so'rayapti-da. Aka, siz qanaqa tarifda ishlaysiz? Bu qanaqa ham narsa tashib yuribsiz, ham ovqat tashib yuribsiz? Shunaqa savollar ko'p. Keyin kuniga qancha topasiz? Qaysida ishlagan yaxshiroq? Jarimalardan bezor bo'lib ketdim. Nimalar ishlasam, qaysi o'zgartirsam bo'ladi? Jarimalarsiz ishlasam bo'ladi deb so'raganlar ko'pda. Keyin taksoparkda qaysida ishlaysiz? Siz ishlagan o'sha tarifga, o'sha xizmatga qanaqa qilib ulansak bo'ladi deb so'raganlar juda ham ko'p. Shularga alohida bugun mana shu video olishga qaror qildim. Bir 3 ta video chiqaraman. Yandex yetkazish, Yandex Yeda, Yandex Lavka. Mana shu 3 ta yo'nalishda 3 ta yetkazish servisi haqida 3 ta video olaman. Bugun birinchi video bo'ladi Yandex yetkazish. Mana shunaqa chiroyli joyda video olyapman. Assalomu alaykum. Ijaraga elektrovelosipedmi? Unda Volter. Yandex yetkazish nima? Bu Yandex yetkazishda posilka tashishingiz mumkin. Masalan, men mana yonimda hozir telefonim bor. O'rtog'imga berib yuborishligim kerak bo'ladi. O'sha Yandex ilovaga kiramanda, yetkazish chaqirib, masalan, mashin kelishi mumkin yoki men qo'shni elektrovelik kelishi mumkin, skuter, moped kelishi mumkin. Nima bo'lsa ham keladi. O'shanga kelib, shunday narsangizni berib, unga olib borib berishingiz mumkin. Men o'zim mana shu shunaqa servisda ishlayman. Bu servisda masalan hisobingizda pul bo'ladigan bo'lsa yoki boyagi Yandex Yedani kuryerlari bor-ku, Yandex Yedani Yandex Lavkani kuryerlari boyagi buyurtmalarga ulgura olmay qoladigan bo'lsa, bizga o'shalardan buyurtmasini beradi. Masalan, Lavkadan buyurtmalar tushadi. Lavkadan olib mijozga olib borib beradi. Masalan, Lavka 4 ming, 5 ming to'laganlari ham bo'lgan, 10 ming, 20 ming bitta zakazkada to'laganlari ham bo'lgan. Masofa uzoqroq bo'ladi. Unda 50 ming to'lagani ham bor. Undan Telegram kanalimga qo'ygandim. O'sha 50 ming berdi, 5 kilometrga olib borib berdim. Keyin restoranlardan tushishi mumkin. Masalan, Yaponamama, Oqtepa, Evos, KFC, Luk, shunga o'xshagan restoranlardan ham tushishi mumkin. Mana shu Yandex yetkazishda hammasi bittada. Masalan, Lavka ham bor, Yeda ham bor. Yetkazish, posilka tashishingiz ham bordi. Bu yetkazishni men o'zim to'g'risi ishlashligimning sababi, bunda har bitta zakazingizni puli qo'lingizga tegadi. Masalan, mana shu telefonni shuni olib borib berdim. 20 ming narx ko'rsatgan, mijozdan olaman, qabul qiluvchiga yetkazib beraman, boraman, 20 ming bo'ldi deyman. Keyin u qo'limga 20 ming beradi. Men hisobimda pulim bo'lgan bo'ladi. Qo'limga boya naqd buyurtma, naqd qilingan bo'lsa, uni o'sha naqd pulni olaman. Hisobimdan komissiya yechib oladi. Taksopark, men milliy taksoparkda ishlayman. 9% komissiya oladi. 13% mi Yandex o'zi oladi. Kim 1% soliqqa yechib oladi. O'shalarni hammasi bu yoqda hisobimni yechib oladi. Men qo'limga 20 ming naqd bo'lsa, o'sha qanchadir komissiyalar bilan taxminan 2 ming komissiya oldik deylik. 20 ming men o'zimga, 20 mingdan 18 ming o'zimga qoldi degan. Yandex yetkazish shunaqa. Keyin restoranlardan oladigan bir xil buyurtmalar bor. Masalan, restoranlarda Oqtepada ko'pincha tushadi. To'lab ketadigan, masalan, 150 minglik buyurtma bor. Kelasan, pulingni to'laysan, biz senga narsani berib yuboramiz, u pulni borib mijozdan olib olasan. Boyaga olib boradiganimda narxi u hisobimga tushadi. Masalan, 20 mingga tushgan bo'lsa, o'sha restorandan mijozga narsa olib borib beradigan bo'lsa, 20 ming bo'ladigan bo'lsa, u 20 mingni hisobimga tashlab beradi. Komissiyalarni yechib, bir 18 ming deylik, o'sha 18 mingni hisobimga tashlab beradi. Boyagi bu yoqqa restoranga bergan pulimni beraman restoranga, keyin borib uni mijozdan xuddi o'shancha pul olib olaman. Restoranga qancha bergan bo'lsa, mijozdan ham shuncha pul olib olaman. Bu yana bitta turi. Keyin alohida anaqa joyi bor, Yandex Proda. Uni ham skrinshot yonboshqa qo'yib yuboraman. Bitta hisob joyi bor. U yerga ham iloji boricha ko'proq pul tashlasangiz, men endi bundan keyin shu 1 million, 2 million pul tashlab ko'rsatib bermoqchiman, xudo xolasa. O'shanga ham hisobingizga pul tashlab ishlaydigan bo'lsangiz, restoranlardan sizga o'sha boyagi naqd pullidan ham tushadi, ham hisobingizdan ham yechib oladigan buyurtmalar tushadi, hisobingizdan yechib oladigan buyurtmalar. Ya'ni bunda ham boyagi sizga buyurtmalar tushish imkoni ko'payadi-da. Qancha imkon qilib bersangiz, sizda yoningizda naqd pulingiz bo'lsa, hisobingizda pulingiz bo'lsa, restoran yechib olish uchun, keyin komissiya yechib olish uchun ham hisobingizda pulingiz bo'lib tursa, u ham nolga tushib qolmasligi kerak. Agar nolga tushib qolsa, zakaz bermay qo'yadi. 50 mingcha hisobingizda pul bo'lishligi kerak, chunki komissiya yechib olish uchun. Ishingiz to'xtab qolmaydi-da, ishingizga xalaqit bermaydi. Xuddi shunaqa hamma joyi shuni cho'tki qilib, buyurtmalar ko'proq tushishligi uchun hamma sharoit qilib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan ko'proq buyurtmalar beradi, qimmatroq buyurtmalar beradi. Va masalan, 1 million, 2 million deyapman, mana shuncha solib qo'ysangiz, boya qimmat ovqatlar ham tushib qoladi-da. Men ko'p e'tibor berganman. Bir 500 minglik, 600 minglik ovqatlar ham tushib qoladi. Shunday hisob
hisobingizni yechib oladi. Bunaqa hisob yuradigan kuryerlar kam. Sizda masalan agar shunaqa qilib to'g'riladigan bo'lsangiz, siz shunaqa qimmatroq zakazlarni olishingiz mumkin. Endi u balki qimmat ham bo'lmasligi mumkin, lekin deyarli ko'pchilik olmayotgan buyurtma siz olayotgan bo'lasizda. Mana shu taraflari plus. Pul yechib olish dedim, masalan, naqd puli bo'ladigan bo'lsa, har bir anaqa pul hisobingizga tushadi, o'zingiz yoningizda qoladi. Agar karta bo'ladigan bo'lsa, masalan, 10 ta buyurtma olib bordik, 10 tadan 5 tasi karta bo'ldi. Har bitta buyurtmam 20 ming edi, 100 ming hisobimga tushdi. Xo'p, u hisobimdagi pulni qancha yechib olaman deydigan bo'lsak, men o'zim milliyda ishlab yurganim, men shular reklamasini olib qo'ysam yaxshi bo'lardi, menga pul to'lasa yaxshi bo'lardi. Xullas, o'sha milliy taksopark o'zini boti bor, ilovasi bor, ilovasi yaqinda chiqdi. O'sha ilovaga kartangizni ulab, o'sha karta orqali tushirgan buyurtmalarni o'zingiz anaqa nima deydi, yechib olsangiz bo'ladi hisobingizga. Plastik kartasiga yechib olasiz. Bu ham juda ham oson, juda ham qulay. Yandex Yedada, Yandex Lavkada haftada bir marta pulingizni tashib beradi. Masalan, ishlagan pulingiz, har kun ishlagan pulingiz yig'ilib, o'sha chorshanbadan jumaga adashmayotgan bo'lsam, o'shani oralig'ida shunda pulingizni, bir haftalik pulingizni tashib beradi. Uzumda bo'lsa, masalan, men bugun 4 soatlik smena olganman. 11 dan 3 gacha smena olgan bo'lsam, o'sha pulim, o'shanda ishlagan pulimni yechib olishim uchun yana bitta alohida bir kechqurun soat 9 dan 12 gacha bir 3 soatlik smena olib o'shanda ishlasam, o'sha naqd buyurtmalar tushib qoladigan bo'lsa, shunaqa qilib pulimni yechib olishligi mumkin. Bunda Yandex yetkazishda eng zo'r, eng mazza qiladiganim har bitta zakasini puli qo'limga tegishi. Kartamga tushsa ham darrov yechib olishlik imkonim bor. Masalan, u endi taksoparklarga qarab farq qiladi. Masalan, bir xil taksoparklar minimum hisobingda 50 ming pul qolish kerak deydi. Bir xillar 300 ming qolish kerak, 200 ming qolish kerak deydi. Men o'zim taksoparkimda farq yo'q. Hisobdan yechib olishim uchun unda o'zi limit bor, to'g'ri. 300 mingdan kam bo'lsa pul yecha olmaysiz. Lekin taksoparkka telefon qilib, o'sha pul yechib olay, hisobimda 150 ming bo'ladigan bo'lsa, 100 ming pul kerak bo'ladigan bo'lsa, hisobdan shuna pul yechib olay deb ularga aytsangiz, sizga do'stib ochib beradi botdan. Hozir menchi ilovada xohlagan summa yechib olsa bo'lsa kerak, aniq bilmadim. Lekin o'sha taksoparkka telefon qilib aytib, ogohlantirib qo'ydim, sizga ochib beradi. Keyin o'sha hisobingizda 150 ming, 100 ming yechib olib hisobga tashlasangiz bo'ladi. Hisobingizda 50 ming qolsin, bir 30 ming, 50 ming qolsin kerak bo'ladi komissiya yechib olishlik uchun. U komissiyani tushundinglaringda. Agar tushunmagan bo'lsanglar, nimadir xato ketayotgan bo'lsa, gapimni to'g'ri yetkazib bera olmagan bo'lsam, anaqa kommentarga yozib ketinglar, iloji bo'lsa. To'g'ri taksopark tanlash haqida ham gaplashadigan bo'lsak, taksoparklar bir-biridan nimadan farq qilishligi mumkin? Taksoparklar bir-biridan ko'proq foizdan farq qiladi. Ular sizni faqat ishga oladi, ro'yxatdan o'tkazib beradi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa sizlarga ish qilib bermaydi. Nima qilib berishligi mumkin? O'sha hisobingizga pul tashlashligingizga yordam berishligi mumkin, hisobingizdan pul yechib olishligingizga yordam berishligi mumkin, sizga sumka berishligi mumkin. Agar elektrovelik boshqa hech qanaqa yordam bera olmaydi. Chunki men zakaz tushmay qoldi, mijoz bilan shunaqa muammo bo'ldi, nima qilsam bo'ladi deb taksoparkka murojaat qilganimda, ular aytishganki, qo'llab-quvvatlashga yozing, o'zlari aloqaga chiqishadi degan. Bu qo'llab-quvvatlash bilasizlar, juda ham sekin, bir g'alati ishlaydi, bir odam asabini chiqarib oladigan darajada ishlaydi. Xullas shunaqa. Ya'ni taksoparkning vazifasi mana shu. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana taksoparklar juda ham ko'pchilik so'raydi, qaysi taksoparkda ishlaysiz, qaysi taksoparkda ishlaysiz, taksoparkingiz nima deb milliy deb yozaverib, o'zim ham bezor bo'lib ketdim. Shu bitta taksoparkda olsam, shu reklamasini qilib, doim tavsiya berib ketaverardim. Hozir endi majbur bo'lyapman-da, milliy deb. Xullas aytganim mana shu milliy taksopark 3-9% oladi, bir xillari 3% oladi, bir xillari 2% oladi. Ularda ham servis sal o'lik bo'lishi mumkin. Chunki nega? Bir xil men o'zim bildim, bir xil taksoparklarda pul yechish sal muammo bo'lar ekan. O'sha istagan paytingiz yechib ololmay qolar ekansiz, boshqa bo'lar ekan. Keyin yana bittasi aytuvdi, kommentarda bitta taksopark bor. Endi men qaranglar, men Volter'ni nima deydi, reklamasini olganman. Ular bilan shartnomam bor. O'shaning uchun men boshqa elektroveliklarni reklama qila olmayman. Boshqa elektroveliklarni sizlarga tavsiya qila olmayman-da. O'shaning uchun men ayrim narsalardan, ayrim anaqalarni reklama qilishlikda yoki gapirishlikda yoki fikr bildirib ketishlikdan qochaman. O'sha narsani sizlar meni to'g'ri tushuninglar. Kontent qilish oson emas. Avvalam aytdim, kontent moliyaviy qo'llab-quvvatlov bo'lsagina davom etadi. Agar bir moliyaviy qo'llab-quvvatlov bo'lmasa, bu narsani 4,000-5,000 pul turmay men nima qila olaman? Hech narsa qila olmayman. Xullas aytganim, bitta taksopark bor, bonuslari ham dahshat beradi. Qanchadir qilsang, shu 1 million, 2 million zo'r beradi. Rostdan anaqasi yaxshi. Uni
bitta minus tarafi bor, u elektrovelosiped beradi. Elektrovelosiped olishingiz kerak undan majbur. Keyin u elektrovelosipedni to'lovini qilib bo'lsangiz, boshqa qilib bo'lsangiz, keyin u sizdan bonuslar yopib tashlaydi. Endi bilmadim qimmatmi, arzonmi, qanaqa. Xullas, undan siz elektrovelosiped olishga majbur bo'lasiz. Men ko'pchilikdan eshitganimda, o'zining elektrovelosipedlari bo'lmaydi. Biz shunaqalar bor ekan, puliga shunday sotib olar ekanda, keyin uni darrov birovga sotar ekan, olsa oldi, olmasa olmadi. Xullas, o'ziniki ishlatmas ekanda, o'zini bir yaxshi elektrovelosipedi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. O'shanda bosib, bonuslarni olib yurganlar bor ekan. U endi bilmadim, bu yerda bo'lib turishga shuncha elektrovelosiped oldi, u elektrovelosipedga bir 15-20 millionlarga tushib ketib qoladi. Boshqa bo'ladi, keyin yana bu yerda bonusi bor. O'zi bonus, bu elektrovelosipedda bo'lib olishning o'zi hammasi mana bunaqa r bo'lib qoladi. To'g'risi, hisoblasa shunaqa bo'lib qolar. Xullas, endi yana ham bilmadim. Xullas, mana shu aytib ketmadi deganlarga tavsiya. Qaranglar, taksoparklar deyarli hammasi bir xil ishlaydi. Sizga ko'proq bonus, ko'proq nimadir beraman degan bo'lsa, u yerda aniq bir nimadir yana bitta manfaat bor. O'sha aytyapman, u juda katta bonus beradi, juda boshqa bo'ladi. Unda siz elektrovelosiped olishingiz shart. Agar yo'q, men o'zimning elektrovelosiped bor, men sizlar taksoparklarda ishlayman deydigan bo'lsanglar, Yandex beradigan bonus bor. Yo, masalan, bu hafta 121 ta buyurtma bajardim, 520 ming so'm ber. Mana shunaqa u hamma taksoparkda bor. Hamma taksoparkda bor. U taksoparkda bormasda. Xullas aytganim, mana shunaqa taksoparklardan iloji bo'lsa shu taksopark deb so'rayvermanglar. Keyin taksopark izlab o'zinglar boshlarida qotiravermanglar. O'sha foizi bir kamroq xohlasangiz, men o'zim linkini tashlab beraman. O'sha milliy o'laninglar, xohlasanglar boshqasiga o'laninglarda ishlanglar har kuni chiqib. Va masalan, hozir men o'zim buni ham pulni ham ko'rsatib ketaman, hozir qancha topganimni. 121 tani qilish uchun kuniga 20 tadan kamroqda, 20 tadan to'g'ri kelmaydi. Xullas, shuncha buyurtma bajarish kerak. Uni bir 7-8 soat ishlaysiz bo'ladi. Men har kuni bir o'rtacha 7 soat ishlaganman, 2 ta akkumulyator almashtirganman. Mana shu topgan, bir haftalik topgan pulim bu bemalol ishlab, o'sha bonusga yetsa bo'ldi-da, degan anaqada nima edi? Sharoitda ishlagan, topgan pulim. O'sha keyin bunda jarimalar yo'q. Eng mazza, eng qulay tarafi, men nima uchun o'zimda ishlamayman yoki nima uchun Yandex yerida ishlamayman, nima uchun Yandex lavkada ishlamasligimni sabablaridan bittasi bu erkin grafik. Mana shu Yandex yetkazishda erkin grafik. Men hozir mana shu turgan joyimda men ishlamoqchiman. Menga pul kerak. 30 ming tami pul kerak. Shunday telefonimni olaman, ilovaga kiraman, liniyaga kirishda bosaman. Bo'ldi, keyin menga buyurtma beradi. Shunda bitta buyurtma olaman, shuni yetkazib beraman, bitta yetkazib beraman. Ikkita yetkazib bergandan keyin o'sha 30 ming pulimni yechib oldimmi? Qo'limga tegdi. Bo'ldi, menga pul yetadi deb shunday liniyadan chiqib qo'yaman, bo'ldi. Men alohida uzunga o'xshab smena olish, Yandex lavka, Yandex yerdagi o'xshab slot olishim shart emas. Smena olib uni ishlab, smenga chiqmasam jarima qilib, balonim teshilib qolsa, nimadir bo'lib, ishlay olmay qolsam, qo'llab-quvvatlashga yozib, men shunaqa bo'lib qoldim, smeni atmay qilib bering, jarima yozilib, nimadirlar bo'lib, unaqa narsa yo'q, unaqa muammo yo'q. Keyin agar iloji bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik yangi kuryerlarga ko'proq mana shu Yandex yetkazishni tavsiya qilaman. Lekin bu Yandexning bitta not tarafi, bitta yomon tarafi, masofa uzoq. Juda uzoq berib yuboradi. Oladigan joyingizga ham borishingiz kerak. Nimada oladigan emas, narsani olish uchun 2 kilometrga ham borishingiz mumkin. U narsadan keyin bir 5-6 kilometrga ham olib borishingiz mumkin. Men eng uzoq, mana standart uzoq deylik, doimiy uzoq tushadigan buyurtma 6 kilometr. Masalan, mijozdan qabul qiluvchiga olib boradigan joyim ko'pincha 6 kilometr. O'rtacha 4-5 kilometrga narsa tashiyman. Keyin men turgan joydan yuboruvchiga boradigan joyim bor-ku, yuboruvchidan olib, keyin qabul qiluvchiga boraman-ku. O'sha narsa 4 kilometrdan ham borganman. 4 kilometr joydan ham 4,5 minglik buyurtmaga ham borganman-da. 4 kilometrdan shunday mijozga borib, narsani olib, keyin yana bir 2-3 kilometr joyga olib borib bergan joylarim bo'lgan. Yaqin joylardan ham tushadi. O'sha mana shu narxdan ham ozgina aytib ketay. Masalan, 4,5 minglik buyurtmalarni tashigan kunim bo'lgan. 4,5 ming, 5 minglik, 6 minglik, 12 minglik buyurtmalar ham bo'lgan. Yaqin kunlarda tashiganlari, masalan, 30 minglik, 40 minglik, 50 minglik, eng zo'r, eng ko'p olib borganim, eng balandi 60 minglik buyurtma olib borgan. Ular ham o'sha 5-6 kilometrga, undan nari emas. Bir marta tushib qoldi, yaqinda 8 kilometrdan tushdi, 32 mingga olib borib berdim. Unda kechqurun edi. Kechqurun o'zi qimmat zakazlar tushish ehtimoli o'zi unchalik ko'p emas-da. Kechqurun odatdan masofalar uzoqroq bo'ladi. Narx arzonroq. Lekin mazza qilib ishlaysiz, salqin ko'chalar keng, bemalol bo'ladi. Xullas aytganim, mana shunaqa erkin taraflari ham bor, biroz nima deydi, qiyinchilik taraflari ham bor, lekin o'sha boya aytganda hisobingizda pul bo'ladigan bo'lsa, reytingingiz baland bo'ladigan bo'lsa, zakazlarni atmay qilmaydigan bo'lsangiz, o'sha uzoq bo'ladimi, yaqin bo'ladimi, narxi arzon bo'ladimi, qimmat bo'ladimi, libboyga rozi
hozir man любойga bosib ishlayveraman deydigan bo'lsangiz, ham erkinsiz, ham jarimalarsiz, ham mazza qilib ishlashingiz mumkin mana shu Yandex yetkazishda. Ozgina qiyinchilik, u qolgan Yandex yedalardan boshqada ishlasangiz unda ham qiyinchiligi bor. Mana shu narsa men o'zimga yoqqanligi uchun, keyin endi kuryer bo'lib kiraman deganlar uchun mana shu Yandex yetkazishni tavsiya qilganman. Chunki juda ko'pchilik men eshitganman, o'zimga kirib oladida bir 400 ming, 500 ming, 1,5 milliongacha jarima emas. Jarima bo'lganda endi katta ehtimol bor. Minusga kirib ketganlar bor. Men hayron qolaman. Qanaqa qilib deyapti. Xullas shunaqa muammolari ko'pda, tushunmaydi-da. O'zi kallasi ishlasa o'zi oddiy narsa. Ularda ham ularga ham alohida video qilaman. Hozir yomonlab tashlayapman-ku. Yo'q, uni ham plyus zo'r taraflari bor. Unga ham alohida video chiqadi. O'zi o'zimga chiqqan Yandex Slavkaga, Yandex Yedaga chiqaraman. Yana qanaqa plyus-minuslari bor. Hozir esimdan chiqqan bo'lsa, boshqa bo'lsa, lekin hozir esimga kelgan, o'zim bilgan hamma narsani qilib ketdim. Endi sizlarga hozir qayerdan o'tishda ham ko'rsatib ketaman. Qaranglar, agar tushunmay qoladigan joylar bo'lgan bo'lsa, nimadirda unutib qoldirib ketgan bo'lsam, kommentariyalarga yozinglar. Men unga alohida javob beraman. Agar javob bermaydigan bo'lsam, alohida bir video qilib chiqaman. Uni men baribir o'qiyman. Keyin bu Yandex yetkazishda texnika. 1 yillarcha velikda ishlaganman. Oddiy velik bor. O'sha oddiy velikda 1 yillarcha ishlagan bo'lsam, velikda ozgina qiyinroq, ochig'i. Juda avvalgilar ishlab yurgan, hozir biz o'zimiz ishlashga ozgina baribir qiynalamiz. Lekin ishlab yurganlar bor. Iloji bo'lsa oddiy velikda ishlayman deganlar o'sha Yandex Yedaga yoki Uzumga, Lavkaga ishga kirgani yaxshi, chunki ularda masofa yaqinroq, sal ish yengilroq bo'lganligi uchun o'shani tavsiya qilaman. Lekin baribir ham sizning raqobatchilaringiz, konkurentlaringiz elektrovelosipedda ishlaydi ko'pchiligi. Ayrimlari mopedda, skuterda ishlaydi. O'shalardan deyarli non qolmaydi. Siz ulardan buyurtma olishingiz mumkin. O'sha har kuni tinmay bosib ishlaydigan bo'lsangiz, yaxshi topishingiz mumkin, lekin ko'p hollarda sizga buyurtma tushmay kutib qolish ehtimolingiz bor. Men chunki o'zimda o'sha velik tarifni yoqib, elektrovelosipedda ishlaganman-da. Keyin elektrovelosiped tarifi qo'shildi-ku o'zimga. Xullas aytganim, iloji bo'lsa mana shu elektrovelosipedda olib ishlanglar, mana shu Yandex yetkazishda. Yoki moped, skuter olib ishlasanglar ham bo'ladi. Ularda endi alohida prava kerak, unga nomer taqilishligi kerak. Agar yo'q, men u pravam yo'q, unga nomer qilib, u qimmat sotib olishni istamayman deydigan bo'lsanglar, Volter bor. O'zimizda Volter elektrovelosipedimiz bor. Bunda servislari bepul, stansiyalari bor. Toshkent bo'ylab xuddi ana mashinada zapravka qilib ketasiz-ku. Xuddi shunaqa qilib, undan ham tez bo'ladi. O stansiyalarni shunday almashtirib olib ketaverasiz. Buning uchun bitta alohida ikkita video chiqarganman. Buni butun videoni ko'rib, narxlarini, qulayliklarini, hamma ma'lumotlarni olib, keyin o'zingiz qaror qabul qilib, sizga yoqsa borib gaplashib ko'rasiz, telefon qilib ko'ring, borib haydab ko'ring. Hozirgi paytda mijozlar juda ham ko'p. Masalan, hozir shunday boradigan bo'lsangiz, ololmay qolishligingiz ehtimoli bor. Hamma olib qo'ygan. Siz sakrab tashlab ketasiz, sizga kelib, keyin o'sha bizda elektrovelosiped bor deb o'zi aloqaga chiqadi, shunda olib ishlatib ketaverasiz. Xullas aytganim, iloji bo'lsa mana shu juda pulinglar bo'lmasa, men 3 oy, 4 oy ishlayman deydigan bo'lsanglar, shunaqa rejalaring bo'lsa, elektrovelosiped ijaraga olinglar. Sifati yaxshi, yangi kelgan, maza qilib minib yuribman. 2 oydan beri minyapman. Hali biror joyi buzilgani yo'q. Boritlari bo'shab qoldi, boshqa bo'ldi, uni ustiga kelaman-da, qotirtirib ketaman, bo'ldi. Unaqa ko'p vahimali bo'lgan joyi yo'q. Bir marta dam qo'yib yubordi, uni ham asosida dam urib yana ishlab yuribman. Skuter, mopedda ham ishlab yurganlar bor. Ularda lekin masofa ancha uzoq, juda ham uzoq beradi, lekin narx ham shunga yarasha bo'ladi. Men endi katta ehtimol bilan aytaman, o'ylayman. Unda ham lekin o'sha hisobingizga pul tashlab, benziningizni quyib, yaxshi ishlab bosib ishlasangiz, unda ham qimmat zakazlar olasiz. Tez bosib zakazlaysiz, siz bonuslari ham yaxshi bo'ladi mening. Keyin undan mashinada ham ishlashingiz mumkin. Keyin anaqa laboda ishlab yuribdi, katta yuk mashinalar ishlab yuribdi. Yetkazsa shunaqa. Endi ulardagi narxi umuman boshqacha bo'ladi. Men ishlamaganman, endi qancha narx bo'ladi bilmadim, lekin ularda o'sha narx ko'proq bo'ladi, yuk ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Katta narsalar tashiydi. Texnikani o'zingizlar aniq qilib ko'ringlar, lekin men tavsiya qiladiganim mana shu elektrovelosipedda ishlanglar, Volter bilan aloqaga chiqib gaplashib ko'ringlar o'zingizlar. Yoki anaqa videolarimni ko'rib chiqinglar. Yandex yetkazishga qanaqa qilib ulashishligini ko'rsatib beraman. Hozir endi birinchi o'rinda screen record yoqib olaylik. Telefonni yaxshi ko'rinmay qoladigan bo'lsa, yonboshdan ham video qo'yib beraman sizlarga. Velokuryer Toshkentda o'zini Telegram kanali bor. Mana shu men Telegram kanalim 155
nechta obunachi bor. Kommentariyaga mana shuni o'zini anaqa havolasini tashlab ketaman. Mana shu yerda mana o'sha havola bor. Mana shu havolani ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizni Play Marketga o'tkazadi. Mana shu Play Marketdan mana Yandex Pro ilovasiga sizni o'zi avtomatik o'tkazib yuboradi. Menda o'zi yuklangan, hamma narsa tayyor. Mana ochishni bosamiz. Xullas bunga kirganda o'zi o'zingiz avval kirgan akkauntlaringiz chiqadi. Agar siz yangi kuryer bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi marta ishga kirayotgan bo'lsangiz, mana shu telefon orqali kirish degani bor. Shunday siz ham bu yerda kirish bor, ham ro'yxatdan o'tish. Siz birinchi marta ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, men hozir ataylab yangi nomer oldim, ro'yxatdan o'tmagan nomer kerak edi. Men sizlarga ko'rsatish uchun mana shu yangi nomer oldim. Mana shu nomerga kirgizamiz mana. 93lik 511 28 22 ekan. Mana shu kirish va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tish. Sizga SMS raqam keladi. Mana SMS keldi 842 424. Xo'p. Mana bo'ldi, kirdik. Mana taksi haydovchisi bor, Yandex yetkazish bor, Yandex Eats bor, Lavka bor. Biz hozir faqat Yandex yetkazish haqida aytyapmiz. Sizga agar mana shu Yandex yetkazish qulay bo'ladigan bo'lsa, hozir buni keyingi boshqa videolarda ham ko'rib, agar xulosa qilib, yo'q men Yandex yetkazish ishlayman deydigan bo'lsangiz, mana shu yetkazishni bosasiz. Mana yetkazishga kirganingizda mana yetkazish usulini tanlaydigan. Yo'q, sizda yengil avtomobil bo'ladigan bo'lsa, buni bosasiz. Skuter bor, velosiped yoki piyoda. Mana shunda elektrovelosipedni ham tanlab ishlasangiz bo'ladi. Keyin yuk avtomobili katta va og'ir buyurtmalar uchun boyagi nima deydi, Labo, keyin yana katta mashinalar bor-ku, nomlarini bilmayman. Xullas, biz hozir mana shu velosiped yoki piyodani bosamiz. Xo'p, mana yerga ism, masalan, kim? Asqar Urazov deylik. Mana Urazov Asqar deb kirdik. Mana yerga do'stingiz taklif kodi degani bor. Bu yerga kirganda men mana Telegram kanalimda kod boyagi havola qoldirdim-ku. Shu yerda kod bor mana. 25 14 iloji bo'lsa mana shu kodni kirgizinglar. Chunki kirgizsanglar men o'zim uchun foyda. Sizlarni taklif qilganligim uchun, sizlarni anaqa nima deydi, sizlarga havola berganligim uchun menga sizlar uchun deyarli ziyoni yo'q. O'zingizlar mana shu qilgan mehnatimni qadrlab bir qo'llab-quvvatlash maqsadida qilgan bo'lasizlar. Iloj bo'lsa mana shuni qo'shib qo'ysanglar, sizlarga ziyoni ham yo'q. Foydasi albatta menga bo'ladi. Qanchadir miqdorda menga ham pul beradi. 300 mingmi shunaqa? 300 dan 600 mingmi? Hozir aniq esimda yo'q. Mana hozir akkaunt yaratilyapti. Bo'ldi, uje mana akkaunt kirdik. Mana profilni sozlashtiribdi. Endi mana profilni bosamiz, hujjatlarni yuboring, mana pasport nazoratidan o'ting. Mana shu yerga kirasiz, buni bosasiz. O'zbekiston shu men anaqa nima deydi, oferta deydi, shunaqa narsalarga уже roziman. Mana keyingisini bosasiz. Xullas, keyin mana pasport bo'lsa, ID pasportingiz bo'lsa, mana buni oldini olasiz, keyin orqani olasiz. O'shani hozir endi men o'zim pasportimga ochilganda boshqa bo'lgan, men akkauntim blok bo'lgan, o'shaning uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman. Bu yog'i xullas oson, juda ham oson. Endi shunda ham tushunmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bir tushunadigan, bir telefon yaxshi tushunadigan bir o'rtog'inglarga bersanglar, bu qiyin narsa emas, juda ham oson narsa. Keyin mana shuni bosasizlar, keyin mana bu profilga kirasizlar, mana profilni bosasizlar. Mana shu joydan taksoparkning telefon raqami chiqish kerak edi-da, telefon raqami chiqmayapti. Xullas, mana shu, mana registratsiya, profilni sozlashga o'tasizlar, pasport nazoratini o'tkazasizlar, undan keyin hisobingizga pul tashlash kerak bo'ladi. Bu yerda o'tasizlar, mana shu profilni ustiga bosasizlar, mana shu yerdan taksoparkning telefon raqami chiqish kerak, lekin chiqmayapti hozir. Nimaga chiqmayapti bilmadim. Xullas, keyin mana bu joyda mana men aytgan pul tashlaydigan joy, mana shu yerga bir 1 million, 2 million, kamida bir 300 ming tashlab qo'yadigan bo'lsanglar, restorandan pul yechib oladi. Sizlarga o'sha restorandan pul yechib oladi, undan keyin borib mijozlar olasizlar, ko'proq, yana ham ko'proq buyurtma olish uchun sizlarga shans yaratib beradigan joy mana shu joy. Bunga kirib, mana shu yerdan to'ldirib, o'zini karta raqamlarini qo'shasizlar. O'sha keyin karta raqamdan bunga hisobga pul tashlasanglar bo'ladi. Keyin faqat bu pulda ruchnoy yechib ola olmaysizlar. Faqat restoran ishga chiqasizlar, restoran pul yechib oladi. Keyin mijozdan uni olib olasiz. Uni o'zingiz pul tashlaganingizga qaytib yechib ola olmaysiz. Ishlashingiz kerak uni yechib olish uchun. Keyin mana hisob balansi degan joy bor. Bu joydagi hisobingizga pul tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, naqd zakaz olib borasiz dedi. Bu 20 ming olib borasiz, 2000 komissiyani mana shu hisobingizdan pul yechib oladi. Bunda hisobingizda 0 so'm bo'lib qolmasligi kerak. Kamida 30 ming, 50 ming pul bo'ladigan bo'lsa, ishingiz tugab qolmaydi. Kartadan buyurtma tushadigan bo'lsa, o'sha kartadagi xizmat haqqingiz puli ham mana shu yerga yig'ilaveradi. Keyin bu yerda o'sha topgan pullaringiz ko'rsatadi. O'zi ish oynasi
hammasi shu. Bu yerda slot bor, bu o'zi slot hozir yo'q tashagan, erkin slot o'zi. Mana shu oyna bo'ladi. Hozir buni boshqa akkauntimga ko'rsatib, kirib ko'rsatib beraman. Mana shu kirish oson. Keyin agar mana hozir bu yerda kirib telefon raqam hozir topolmayapsiz-ku. Avval topardim, hozir negadir boshqacha bo'lib qoldi. Agar shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, men endi sizlarga hozir ko'rsataman. Xullas, mana kiramiz, Telegramga kiramiz. Milliy yetkazish bor. Milliy tahrir deb yozamiz mana Telegramga. Farhod mana milliy tahrir registratsiya degani bor. Birinchi. Mana shu kiramiz, mana shu yerga yozamiz. Men bu yerda gaplashganman, hisobimga pul tashlatganman. Xullas, mana shu yerga yozasiz. Men shunaqa ismim shunaqa. Men sizlar taksi parkida ulanib ishlamoqchi edim. Menga taksi parkda akkaunt ochib beringlar deydigan bo'lsanglar, mana shu Telegram sizlarga akkauntlarni ochib, sumka kerak bo'lsa sumkani ham beradi, nima botlarni ulab beradi. Ilovasi bor, mana Tahi Pay degan ilova bor. Mana shu ilovadan pul yechib, mana hozir bu yerga ham kirib ko'rsatib beray sizlarga. Mana shu hozir hisobimda 13 ming pul bor. Mana shu hisoblarni mana taksimetr to'ldirish, pul yechib olish, mening kartalarim, mana shularni hammasini mana shu joyda qilsanglar bo'ladi. Mana shu milliy yaxshi ish qilyapti, gap yo'q. Yaxshi ilova yaratgan. Mana shu ro'yxat ochish shunaqa oson. Iloji bo'lsa boyagi tirikchilik yaxshi, chunki bu yerda mana hisobdan nima deydi, mana profil sozlash, pasportlarni o'tkazsanglar, menimcha sizlarga katta ehtimol bilan anaqa beradi. Shu yerdan ochib o'tsanglar bo'ladi. Keyin men hozir turgan joyim Botanika bog'idaman. Mana Botanika bog'ida video olyapman, qaranglar, chiroyli. Mazza joyiga kelsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, men hozir telefonda ekran rekorder bor-ku, ekran tasviri videoga oluvdim. Ishlamabdi, video olib bo'lmadi. O'shanga endi anaqa qilmaysizlar. Qanaqa joyga kelib qoldim. Xullas, aytganim, boya kamerada imkon qadar ko'rsatishga harakat qildim. Qo'ldan kelgancha bir yaxshiroq, chiroyliroq qilib ko'rsatishga. Hamma narsani ko'rsatdim deb aniq qilaman. Hozir endi qo'ldan kelgancha, esimda kelgani, o'zim planlashtirgan nimalarni aytishim kerak bo'lsa, hammasini aytdim. Qaysi qanaqa transport ishlashinglarni, qanaqa ishlashingizni, pul yechib olishlarni, taksi parklarni, plyuslar, minuslar hammasini aytdim. Ro'yxatdan o'tkazdim. Yana nimadir qolib ketgan bo'lsa, yana shu tushunmay qolgan joylar bo'lsa, nimadir anaqa bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozinglar. Hammasini o'sha ko'rsatib aytib ketaman. Agar hammasi tushunarli, hammasi yetarli, men o'zi ko'rdim, men bildim, foydali bo'ldi deydigan bo'lsanglar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zingizlarning fikringizni yana o'sha qo'llab-quvvatlash maqsadida kommentarga yozib ketinglar. Biz Instagram akkauntlarimiz bor, Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanalda ham ko'proq narsa yozib boryapman. Topgan pullarimni, boshqalarni ko'rsatib, yozib, aytib ketyapman. Mana shu narsalarni ham Telegramda tezroq chiqadi. YouTube'da unaqa tez chiqara olmayapman-ku. Instagramda ham unaqa ko'p ma'lumot berganim yo'q. Eng ko'proq, eng tezroq, eng batafsilroq narsani o'sha Telegramda yozib ketyapman. Mana shu kanallarga, guruhlarga qo'shilib qo'yinglar. Sizlarga o'sha elektrovelosiped kerak bo'ladigan bo'lsa, doimgidek Volter, to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu ikkita videoni ko'ringlar. Yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon qilib xabar olinglar. Shu gap akalar. Boshqa hech gap yo'q. Men aytadigan gaplarni hammasini aytib bo'ldim. Qo'ldan kelgancha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aytgancha yana bitta narsa esimga chiqib qolibdi. Yandex Lavka va Yandex Zero haqida yana alohida video chiqadi. Birinchi mana shu Yandex yetkazish chiqadi. Uning ketidan 2-3 kundan keyin o'tib Yandex Zero, Yandex Lavkalar chiqadi. Kuzatib boringlar. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.